Menga o'xshagan vrachlarning sahifasini ham analiz qilib bering. Ayniqsa meni sohamdagi vrachlar juda ham kam. Doktor genetik Yoqutxon. Opam profilingizni ko'rib chiqdim, mutaxassisligingizni ham ko'rib chiqdim. To'g'ri aytasiz. Sizdagi kontent qilayotgan odamlar yo'q va juda ham kerak sohani olib chiqyapsiz. Sizga rahmat shunaqa kontent bilan Instagramni to'ldirayotganingiz uchun. Sizda o'zi profil upakovkasi, kontent sifatida juda ham katta muammo yo'q ekan. Bular yaxshi yo'lga qo'yilgan. Sizga 2-3 ta tavsiyam bor. Shularni qo'shsangiz profilingiz ancha tez o'sadi. Eng birinchisi yaxshi rubrikalar o'ylab toping birga ishlayotgan mutaxassisingiz bilan. O'tdan bo'tdan palapartish kontent qilinyapti, nima kontent qilishingiz kerakligini bilmayapsiz. Bu birinchisi etilib bo'lsin, azvuchka formati. Kun davomida qanaqadir ish qilindi yoki qaysidir klientni kutib oldingiz va bo'lgan jarayonni aytib beryapsiz. Bu bo'lishi mumkin qaysidir eski klientingiz bilan bo'lgan qanaqadir qiziq voqea. Yana bo'lishi mumkin telefonning o'zida rulda aytib berilayotgan voqeani rubrikasi. Ikkinchi tavsiya, kontent qilayotganda kameradan hayajonlanyapsiz yoki uyalyapsiz. Xarizmangizni bekityapsiz, o'zingizni bor potensialingizni ishlata olmayapsiz va bu narsalar videoda sezilyapti. Maksimalni ochilib, o'zingizni erkin bo'sh qo'yib, miyangizdagi narsani to'liq yetkazib berishga harakat qilishingiz tavsiya qilardim. Mana bo'g'ilib, uyalib, xijolat bo'lib o'tirsiz bu yoqda o'solmaysiz. Bu yoqdagi katta blogerlar bilan, uspeshniy blogini yurgizayotgan odamlar bilan agar o'zingizni solishtiradigan bo'lsangiz, ularda kontentlarni boshlashi ham, odamlarni qiziqtirib olib ketishi, kontentni davomiyligi, o'zini o'sha ochib berishi bo'yicha tajribasi juda ham yaxshi. Va bu narsalarni kimdirdan baribir o'rganadi. Kimdir ko'rib o'rganadi, kimdir eshitib o'rganadi. Kimdir qaysidir o'rtog'i bloger bo'ladi yoki eng kamida bizga o'xshagan ustozi bo'ladi, o'sha yo'l yo'rig'ini ko'rsatadi har xil darslarda yoki xuddi shunaqa bepul informatsiyalar. Qayerdan o'rganaman bularni, nima qilaman desangiz, marhamat Instagramimda videolarimni ko'ring, YouTube'da videolarimni ko'ring. Ular ham kamlik qiladigan bo'lsa darslarimizga keling, hammasini yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz. Lekin eng muhimi to'xtab qolmang, chunki rosa kerak mavzuda kontent qilayotgan ekan sizga rahmat. Bilasizmi o'zi men nimani xohlayman? Instagramni foydali ma'lumotlar bilan to'ldirishni xohlayman. Odamlar kirib manfaatdor bo'lsin, muammosi hal bo'lsin, o'ziga kerak va qidirayotgan nimadir problemasiga yechim topsin. Va buni har bittamiz ozgina hissamizni qo'shib, o'zimizni bilgan narsamiz bilan amalga oshiramiz. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosing va blogini yurgizishga qiynalayotgan qizlarga videoni yuboring. Ko'pchiligi mana shu aytgan gaplarim bir xilda kerak.